20-aprel sanasida Farg'onali bog'bon kanalini kuzatuvchi obunachilar, Real Tego degan gilosimiz mana sarg'aydi. Sarg'ayadi, qizaradi, qorayganlar. Pandidesi pish bo'lgan, pandidesi qo'zi qorashga keldi. Mana tashqaridesi 20-aprel sanasida sarg'ayapti. Bahor gilos atmay, bahor gilosni o'rniga mana shuni ekamiz, Real Tegoni, chunki etagi navakan sinovdan o'tdi bu nav. 1-2 yildan beri sotilish jarayonini ham ko'ryapman. Mana o'tgan yil ekkanman. Kamida 30 ta 40 ta mevasi bor. Mana ko'p do'stlar, pastlarda ham. Bahor gilosimiz o'rniga mana zona, chetdan kelganlar ichida o'zon chayla tegan, istiqbolli kelajagiga bor navlardan bittasi Real Tego ekan. Mana holati sarg'aydi. Farg'ona viloyati Quvat tumani Tolmazoq qishlog'ida 20-aprel sanasiga. Kim buni ko'rsatib kerak bo'lsa, zakaz solishni boshladik. Nomerlarim 88 957 27 27 nomerdamiz. Videoni gilosga qiziqqan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Mana o'sishlari ham zo'r. Mana mevani ko'p qilganlar, gilos qatib qolgani yo'q. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Videoga like bosishdan chiqmasin. 20-aprel sanasida Real Tego degan giloslarimiz sarg'ayapti.